Iltimos, videoni tomosha qilishdan oldin kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani yoqing va like bosib qo'llab-quvvatlang. Chunki Avtomashina kanali sizga texnologiya va avtomobil olamidagi eng yangi yechimlarni sodda va tushunarli tarzda yetkazadi. Bugungi videoda Glass Canopy haqida batafsil gaplashamiz. Uning texnik xususiyatlari, dizayni va kundalik foydalanishdagi afzalliklarni ko'rib chiqamiz. Avtomashina kanali har doim innovatsion mahsulotlarni tahlil qiladi va real foydalanuvchi nuqtai nazaridan baho beradi. Shuning uchun ushbu ko'rib chiqish ham amaliy ma'lumotlarga boy bo'ladi. Glass Canopy zamonaviy transport vositalari, maxsus texnika va hatto shaxsiy mobil yechimlarda qo'llaniladigan shaffof konstruksiya bo'lib, yuqori darajadagi ko'rinish va himoyani birlashtiradi. Asosiy material sifatida ko'p qatlamli temperlangan shisha yoki laminatsiyalangan polimer shisha ishlatiladi. Bu esa zarbaga chidamlilikni oshiradi. Qatlamlar orasidagi maxsus plyonka yorilish paytida parchalarning sochilib ketishini oldini oladi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Shisha yuzasi UV filtri bilan qoplangan bo'lib, quyosh nurlarining zararli qismini kamaytiradi va salon ichidagi haroratni barqaror saqlashga yordam beradi. Texnik jihatdan Glass Canopy yengil, ammo mustahkam karkasga ega. Alyuminiy qotishma yoki yuqori mustahkam polatdan tayyorlangan ramka umumiy og'irlikni kamaytiradi va korroziyaga qarshi himoya beradi. Aerodinamik shakl shamol qarshiligini pasaytirib, shovqinni kamaytiradi va yoqilg'i samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi modellarda elektr xrom texnologiyasi mavjud bo'lib, tugma orqali shaffoflik darajasini o'zgartirish mumkin. Bu esa yorug'likni boshqarish va maxfiylikni ta'minlaydi. Glass Canopy'ning yana bir muhim xususiyati iqlimga moslashuvchanligidir. Issiqlik izolyatsiyasi yuqori bo'lgani sababli sovuq va issiq sharoitlarda ichki muhit qulay bo'lib qoladi. Shovqin izolyatsiyasi tashqi tovushlarni sezilarli darajada pasaytiradi. Bu esa uzoq safarlar, amaliy ssenariylarda Glass Canopy ko'plab sohalarda foyda keltiradi. Shahar sharoitida u ko'rinishni kengaytirib, tirbandlikda xavfsiz harakatlanishga yordam beradi. Off-road va maxsus ishlar uchun esa mustahkamlik va changdan himoya muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligi va qurilish texnikalarida operator qulayligi oshadi, samaradorlik ortadi. Shaxsiy transportda esa panoramik ko'rinish sayohatni yoqimli qiladi va estetik zavq bag'ishlaydi. Moslashtirish imkoniyatlari foydalanuvchi tajribasini yanada boyitadi. Qo'shimcha quyosh soyabonlari, issiqlikni aks ettiruvchi plyonkalar va akustik qoplamalar mavjud. Individual o'lchamlar va shakllar maxsus loyihalar uchun qulay. O'rnatish jarayoni professional standartlarga asoslangan bo'lib, muhrlash va kalibrlash aniq bajariladi. To'g'ri o'rnatilgan Glass Canopy uzoq yillar davomida barqaror ishlaydi va xavfsizlikni saqlaydi. Bozor tahliliga ko'ra, ushbu texnologiyaga talab oshib bormoqda. Innovatsiyalar narx va sifat nisbatini yaxshilamoqda. Bu esa kengroq auditoriya uchun ochiqlik yaratadi. Kelajakda yanada yengil materiallar, yuqori aniqlikdagi aqlli shaffoflik va integratsiyalashgan xavfsizlik tizimlari kutilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Glass Canopy xavfsizlik, qulaylik va zamonaviy dizaynni birlashtirgan ilg'or yechimdir. U ko'rinishni yaxshilaydi, iqlimni boshqaradi va umumiy tajribani yuqori darajaga ko'taradi. Agar siz texnologik yangiliklar va real tahlillarni yoqtirsangiz, Avtomashina kanalida shunday videolarni ko'proq topasiz. Shuningdek, real testlar, taqqoslashlar va foydalanuvchi fikrlari asosida qaror qabul qilish osonlashadi va xarid jarayonida xatolar kamayadi. Har bir tomoshabin uchun aniq, ishonchli va foydali ma'lumotlar bilan taqdim etiladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Iltimos, kanalga obuna bo'ling, like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring.